Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli BMI kanali a'zolari. Bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq mavzulardan bittasi bo'lmish. Yurak va qon aylanish sistemasi haqida gaplashib o'tamiz. Undan avval men qizil markada belgilagan qismlarimda kislorodli, ko'k markada belgilagan qismlarimda esa karbonat angidridli qon bor. Shuni tushunib olishimiz kerak. Xo'p, biz yurakning anatomiyasi haqida gaplashib o'taylik. Yuragimiz qayerda joylashgan? Yuragimiz ko'krak qafasining o'rta qismida joylashgan bo'lib, ko'proq qismi chap tomonda bo'ladi. Shuni hisobiga yuragimiz chap tomonda deb faraz qilinadi va madhiya aytilganda yuragimiz chap tomonga qo'yiladi. Lekin aslida yuragimiz ko'krak qafasining o'rtasida, ko'proq qismi esa chap tomonda bo'ladi. Endi bizda, ya'ni hayvonlarda, sutemizuvchilarda va odamlarda yuragi 4 kamerali. Ikkita qorincha va ikkita bo'lmachadan tashkil topgan. Yuragimizda karbonat angidridli ham, kislorodli ham qonlar mavjud va bular turli xil tafovutlar asosida ma'lum bir qismlarda joylashadi. Misol uchun, chap qorinchamizda esa kislorodli qon bo'ladi, chap bo'lmachamizda ham kislorodli qon bo'ladi. Endi o'ng qorincha bilan o'ng bo'lmachamizda esa karbonat angidridga to'yingan qon mavjud. Endi qon tomirlar va bundan tashqari klapanlar haqida tushunib olaylik. O'zi yuragimizning asosiy vazifasi tanamizni qon bilan ta'minlash va bundan tashqari bir qator funksiyalarni bajaradi. Sodda qilib tushuntirganda, mashinaning motori bor. Mana shu motor asosida mashina yuradi. Bizning motorimiz esa bu yuragimiz. Yuragimiz ham motorga o'xshab to'xtamasdan ishlab turadi. Qachonki to'xtab qoladigan bo'lsa, biz afsuski olamdan ko'z yumgan bo'lamiz. Endi tasavvur qilinglar, mana shu yuragimiz qisqarib turadi. Mana shu qisqarishligini hisobiga nasosga o'sha qonlarni ta'minlab turadi. Va mana shu qon o'tishini yoki qon kirishini esa klapanlar ta'minlab beradi. Bilamiz, hamma joyda eshiklar bor. Misol uchun, odam kirish uchun xonalarga eshiklar o'rnatilgan, odam mashinaga chiqish uchun ham mashinaga ham eshiklar o'rnatilgan. Demak, mana bu yurakda ham deb tasavvur qiladigan bo'lsak, yuragimiz ham bitta uyda. Mana shu uyning ichiga qonlar kirishi uchun mana bu yerda eshikchalar joylashgan. Va mana shu eshiklarni, ya'ni klapanlarning ham turlari mavjud. Misol uchun, yarim oysimon klapanlar. Yarim oysimon klapanlar turli xil joyda joylashadi. Birinchisi, chap qorincha bilan aorta qon tomiri o'rtasida yarim oysimon klapan. O'ng qorincha bilan o'pka arteriyalari o'rtasida bitta yarim oysimon klapan. O'ng bo'lmacha bilan kovak venalari o'rtasida bitta yarim oysimon klapan. Chap bo'lmacha bilan o'pka venasi o'rtasida yarim oysimon klapan bo'ladi. Ya'ni mana bu qismlarda yarim oysimon klapanlar mavjud. Ikki tabaqali klapan. Ikki tabaqali klapan bu chap qorinchamiz bilan chap bo'lmachamiz o'rtasida joylashgan bo'ladi. Mana strelka bilan belgilab qo'yganman. Bo'lmachadan qorinchaga qon o'tishi mana shu ikki tabaqali klapanlar orqali amalga oshiriladi. Endi 3 tabaqali klapan bo'ladigan bo'lsa, o'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasida joylashadi. Mana bu 2 tabaqali bilan 3 tabaqali klapan bilan mana shu ikkita o'ngmacha qismlar o'zaro farqlanadi. Qon tomirlar. Qon tomirlarni oladigan bo'lsak, qanaqa? Eng yiriklaridan bittasi bu aorta qon tomiri hisoblanadi. Bu aorta qon tomiri, arteriya qon tomiri, arteriola, kapillar qon tomirlari bular katta qon aynish doirasida ishtirok etib, tarkibida kislorodga to'yingan qon bo'ladi. Aorta qon tomiri o'zaro arteriyalarga, arteriyalar esa arteriolalarga, arteriolalar bo'ladigan bo'lsa, kapillarlarga tarmoqlanadi. Va mana shu kapillarlarda turli xil gazlar almashinuvi, mana to'qim va organ qismida amalga oshirilib, kovak venalarga o'tadi. Pastki va yuqori kovak venalar ham katta qon aylanish doirasida ishtirok etadi. Endi pastki kovak vena va yuqori kovak venalarida karbonat angidridga to'yingan qon bo'ladi. Endi o'ng qorinchadan chiqadigan ya'ni bir juft, 2 dona o'pka arteriyasi tarkibida karbonat angidridga to'yingan qon bo'ladi. O'pkadan ketayotgan 4 ta o'pka venasida esa kislorodli qon bo'ladi. Asosiy farqni ko'ryapsizlarmi? Katta qon aylanish doirasi arteriyasida kislorodli qon bo'lyapti. Kichik qon aylanish doirasida arteriyasida esa venos qoni bo'lyapti. Ya'ni bir-biriga teskari. Venalarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun,
chap misol uchun katta qon aylanish doirasida mana bu yerdagi vena qismlarida karbonat angidridli, kichkina qon aylanish doirasining venasida esa kislorodli. Ya'ni katta va kichik qon aylanish doirasida arteriya va vena qon tomirlari tarkibida ham farqi mavjud deyilyapti. Va mana shu jarayon bizda qon aylanish sistemasi va yurakning tuzilishi deb ataladi. Endi bir chekkadan katta qon aylanish doirasi, kichkina qon aylanish doirasi, sistola va diastola holatlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, katta qon aylanish doirasi haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, katta qon aylanish doirasi yurakning chap qorincha qismidan boshlanib, o'ng bo'lmacha qismida tugallanadi. Endi bu jarayon qanday bosqichlardan o'tadi ko'rib chiqamiz. Chap qorincha qattiq qisqarishligini hisobiga kislorodga to'yingan qon aortaga chiqadi va bundan tashqari miyaga ham kislorodli qonni chiqarib yuboradi. Aortadagi kislorodga to'yingan qon asta-sekin arteriyaga, arteriyadan esa arteriolaga o'tadi. Arteriolalar esa kapillyarlarga tarmoqlanib, to'qima yoki organga kislorodni beradi. Shunda aytadi, aka bitta iltimosim bor, sizga men kislorodni berib tursam, menga karbonat angidrid bering, narada o'ng bo'lmachaga karbonat angidrid berishim kerak edi, ozgina qarzim bor edi deydi. Ha bo'pti, qarz berib turaman, kislorodingga almashamiz, faqat menga ham karbonat angidridli qon olib berasan deydi. Ha bo'pti aka, iltimos berib turing deydi. Shundan keyin mana yerda gazlar almashinuvi bo'lyapti. Ya'ni kapillyar unga kislorod beryapti. Bu yerdagi esa kislorodli qonni olib to'qima va organda karbonat angidridni beryapti. Ya'ni kislorod karbonat angidridga o'zgaryapti. Shundan keyin karbonat angidridga to'yingan qon bo'lib qoldi-yu, ana shu karbonat angidridga to'yingan qon sekin pastki kovak vena orqali keladi. Bundan tashqari bu aytib o'tdim, miyaga ham qon boradi-yu kislorodli. Xuddi shu narsa deydi. Keling, mayt biz ham gaz almashinuvini qilib olaylik. Menga karbonat angidrid berib turing deydi. Bo'pti deydi. Haligi miya ham karbonat angidridni berdi. Uje yuqori kovak venada ham, pastki kovak venada ikkalasidan ham karbonat angidridli qon bo'lar ekan. Keyin aytadi, "Keyin oshlar bilan birlashib olaylik" dedi. Keyin bitta birlashib yaqin oshlar bo'lib, o'zaro o'ng bo'lmachaning ichiga kirib ketishadi. Ya'ni jarayonlar qanaqa bo'lyapti? Chap qorinchadagi kislorodga to'yingan qon qattiq qisqarishligini hisobiga, ya'ni chap qorincha mahkam qisqarganligini hisobiga qon otilib chiqadi va aortaga va miyaga qon boryapti. Shundan keyin aorta, arteriya, arteriola va kapillyar qon tomiri orqali kislorod to'qima va organga boradi. Va mana shu to'qima va organda kislorod karbonat angidridga gazlar almashinuvi bo'lib almashib olyapti. Shundan keyin kislorod karbonat angidridga o'zgarib qoladi-yu, mana shu karbonat angidrid asta-sekin pastki kovak venaga quyiladi. Bundan tashqari miyaga kislorodli qon boradi-yu, ana shu miyadagi karbonat angidridli qonni olib, yuqori kovak venani hosil qiladi. Keyin o'zaro birlashib, yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. Va mana shu jarayon bizda katta qon aylanish doirasi deyiladi. Va mana shu bo'lmacha orqali qorinchaga qon o'tadi. Undan u yog'iga esa kichik qon aylanish doirasi boshlanadi. Xo'p, endi navbat kichik qon aylanish doirasiga. Mana bu yerda katta qon aylanish doiramiz o'ng bo'lmachada yakunlangan edi, to'g'rimi? Endi kichkina qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan boshlanib, chap bo'lmachada tugallanadi. Endi katta qon aylanish doirasi chap qorinchada boshlanib, o'ng bo'lmachada tugalgan edi-yu, endi bunda aksi. O'ng qorinchada boshlanib, chap bo'lmachada tugaydi. Chap bo'lmachaga quyilgan karbonat angidridli qon 3 tabaqali klapan orqali o'ng qorinchaga o'tadi. Natijada o'ng qorincha qisqarishligini hisobiga karbonat angidridga to'yingan qon o'pka arteriyasi orqali o'pkaga boradi. Va mana shu o'pkada ham gazlar almashinuvi amalga oshadi. Xuddi meniki jarayonda qarz olgan edi-yu, qarzini uzish maqsadida aka men narada kislorod topib qo'ydim, menga endi berib turing iltimos deydi. Keyin karbonat angidridni beradi, aligiga kislorod qaytib beradi. Ya'ni karbonat angidrid kislorodga aylanyapti. Endi o'pkadagi kislorodga to'yingan qon o'pka venasi orqali, ya'ni 4 ta o'pka venasi orqali yurakning chap bo'lmachasiga kelib quyiladi. Shu bilan kichik qon aylanish doirasi o'z nihoyasiga yetadi. Xo'p, biz qon aylanish sistemasi bilan yurak haqida tanishdik.
Endi sistola va diastola degan atamalarni ko'rib chiqing. Sistola degani qisqarish degani, diastola degani bo'shashish degani. Testlarda juda ko'p keladi va mana shu testlarda chalg'imaslik uchun hozir men sizlarga aniqroq qilib tushuntirib beraman. Qarang, qorinchalar sistola bo'lgan paytida bo'lmachalar diastola bo'ladi. Ya'ni qorincha qisqargan paytida bo'lmacha bo'shashadi. Aksi bo'lganda-chi, bo'lmacha sistola bo'lganda esa qorincha diastola bo'ladi. Ya'ni bo'lmacha qisqarsa, qorincha bo'shashib qoladi. Endi mana bu qorinchalar qisqarganligini hisobiga, ya'ni sistola bo'lganligini hisobiga mana bu qismlardan qon otilib chiqadi. Demak, qon otilayaptimi? Mana bu yarim oysimon klapanlar ochiq, mana bu 2 tabaqali, 3 tabaqali klapanlar esa yopiq bo'ladi va bo'lmachalar qisqaradi. Shu yerda 3 ta ma'lumot ketdi. Qorinchalar qisqarganda nima bo'lyapti? Yarim oysimon klapanlar ochiq bo'lyapti. Ikkinchisi 2 tabaqali va 3 tabaqali klapanlar yopiq bo'lyapti va bo'lmachalar bo'shashgan holatda, ya'ni diastola holatda bo'lyapti. Endi aksini oladigan bo'lsak-chi, bo'lmachalar qisqardi. Bo'lmacha qisqarganligini hisobiga diastola holati mana bu qorinchada bo'ladi. Sistola holati esa bo'lmachaga o'tadi. Ya'ni bo'lmacha mahkam qisqarganda mana bu qismdan qon o'tish kerak-ku. Shuni hisobiga 2 tabaqali bilan 3 tabaqali klapan ochiladi. Mana bu yerdagi yarim oysimon klapanlar esa yopiladi. Bunda ham 3 ta ma'lumot. Bo'lmacha qisqarganda qorincha bo'shashadi. 2 tabaqali va 3 tabaqali klapanlar ochiq bo'ladi. Yarim oysimon klapanlar esa yopiq bo'ladi. Bunday qilib tushunib olaylik-da. Mana bu qism qorincha qismimiz. Mana bu qism bo'lmacha qism, to'g'ri? Mana buni qisqarish deylik. Mana bu qismni bo'shash. Xo'p, mana bu yerda qorincha qattiq qisqarganligini hisobiga mana bunday turibdi. Qorincha qattiq qisqarganligini hisobiga mana bo'shashadi. Bo'shashganligini hisobiga mana bu 2 va 3 tabaqali klapanlar yopiq, mana bu yerda yarim oysimon klapanlar ochiq bo'ladi. Aksi bo'lsa-chi, bo'lmacha qisqarib qorincha bo'shashdi. Bunda esa 2 va 3 tabaqali klapanlar ochiq, yarim oysimon klapanlar yopiq bo'ladi va jarayon shu tariqa amalga oshadi. Va mana shu jarayonlar sistola va diastola holatlari deyiladi. Mana shunga xushyor qilib qo'yamiz. Xo'p, shu bilan yurak qon aylanish sistemasiga bag'ishlangan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Agarda video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, do'stlaringiz bilan ham ulashishni unutmang. Sizlar bilan Biomind kanali bo'ldi.